Mana 2 yillik suv isitgichdan chiqqan tenni ahvoli. Ya'ni bu nimaga olib keladi? 2 yil ichida atroflarini ko'rishingiz mumkin. O'sha nagar bosib, loy bosib qolgan. Bu elektr tokini ko'p sarflashiga olib keladi. Ten qiynalib ishlaydi. O'shani hisobiga 20-30% ga elektr xarajati oshadi. Mana ichini ham ko'rsanglar bo'ladi. 2 yil bo'lgan olib ishlatishayotganiga, lekin ichi ancha to'lib qolgan. O'shani hisobiga biz maslahat berardik, taklif berardik. 1 yilda bir marta hech bo'lmaganda ichini ochib tozalatib turish kerak. O'zingizlar qilasizlarmi yoki bizga o'xshagan servis xizmatlariga murojaat qilasizlarmi? Bu ancha foydali bo'ladi. Nima uchun? O'sha elektr xarajatini kamaytirish uchun, ikkinchi sog'lig'imiz uchun ham ancha foydali bo'ladi deb o'ylaymiz.